tarixning ilg'or tarafini qabul qilib, xato tarafidan ibrat elib, mustaqilligimizga mukammal bir yo'l bosayli. Hidayatullah Oğuzxon apandimga samimiy fikrim. Men Twitter betida sizning Turkiya Anqaradagi buyuk Belediya boshqoniga yozgan iltimosingizni ko'rib hayron qoldim. Bu fikrimni sizga anglatish bilan birga bütün muhaciratda yaşayotgan mustaqillik yo'lda tirishayotgan barliq Uyg'urlarimga anglatmoqchi. Hidayatullah Oğuzxon apandim, siz iltimosingizda Türkiye Anqaradagi ma'lum bir ko'chini Aysa Yusuf Alif Tekin ko'chisi deb o'zgartishni iltimos qilibsiz. Mening sizga anglatmoqchi bo'lganim, siz Aysa Yusuf Altekinni qanchalik ulug'lang, qabra munorisini obida qilib chekingizga tangib yuring. Bu faqat sizning talashingiz, sizning cho'qinishingiz xolos. Sizning bu qilmishlaringiz tarixda xatolik o'tkazgan insonlarni qo'llab, nodon xalqimizni bu qadamning qurboniga aylantirib qo'yishdan boshqa ish emas. Aysa Yusuf Altekin Uyg'ur milliy ruhining dushmani, Gomindanning g'olchisi va odimi. Shunga Uyg'urlarga vakolatan bo'ladigan har qanday o'ringa bu shaxsning ismi yarashmaydi. Shunga mening g'am qilayotganim, sizning bu qilmishlaringiz hozirgi Uyg'urlarimizning uyg'onayotgan xalqimizning salbiy ruhiga qattiq ta'sir qilgandan boshqa tarixga bo'lgan bexudlik, nodon xalqimizni g'os-g'acha qilib, haq bilan nohaqni onqir tolmaydigan xomush holatga akilishga undayotganligingizning bir ko'rinishi. Shuni eskartib qo'yaykin, aniq bir nishoni bo'lmagan millatda mustaqillikqa natija yaratolmaydi. Siz nimalarni o'ylayotganligingiz menga noma'lum. Mening ensiraydiganim, sizning mushundaq tarixiy xatolik o'tkazgan kishilarni ko'kka ko'tirish orqali Uyg'ur xalqimizni tegi yo'q hanga ittiryapsiz. Yana Uyg'ur xalqimizni mushundaq xato qadamlarning qurboniga aylantirishga chaqiriq qilyapsiz.